kimki bir kunda 100 marta La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir deb aytsa, bu ulug' zikr uchun qanday mukofot borligini eshiting. Alloh unga 100 ta savob yozadi va 100 ta gunohini o'chiradi va u 10 ta qulni ozod qilgandek savob oladi. Va bu zikr unga shu kun davomida shaytonga qarshi qalqon bo'ladi va hech kim undan afzalroq ish qilolmaydi, faqatgina u aytgan narsani aytgan yoki undan ko'proq aytgan kishidan tashqari. Ya'ni avval 100 marta aytasiz, keyin ko'proq aytmoqchi bo'lsangiz, aytavering, chunki shariat bunga ruxsat beradi. Ibnul Qoyyim rahimahulloh shunday degan: kimki har kuni bu kalimani 100 marta aytib, Allohning rahmat eshigini taqillatsa, unga eshik ochilishiga loyiqdir. Shuningdek hadisda aytilgan: